Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. Bugun Qatar yashil maydonlarida 2025-yilgi FIFA U17 Jahon chempionati start oladi. O'zbekiston U17 terma jamoasi o'smirlar o'rtasidagi Jahon chempionatida 4-bor ishtirok etmoqda. Jamoamiz 2011-yil Meksika, 2013-yil Indoneziyada o'tkazilgan musobaqada chorak finalga qadar yetib borgan. 2013-yil Birlashgan Arab Amirliklarida o'tgan musobaqada 1/8 final bosqichida o'z ishtirokini yakunlagan. O'smirlarimiz ushbu musobaqada Paragvay, Panama hamda Irlandiya terma jamoalari bilan bir guruhdan joy olgan. Jahon chempionatining birinchi tur o'yinlari 3, 4 hamda 5-noyabr kunlari bo'lib o'tadi. O'smirlarimiz o'z ishtirokini 5-noyabr kuni Paragvay o'smirlariga qarshi o'yin bilan boshlaydi. 3-noyabr kuni bo'lib o'tadigan birinchi tur o'yinlari Janubiy Afrika, Boliviya, Kosta-Rika, Birlashgan Arab Amirliklari, Senegal, Xorvatiya, Yaponiya, Marokash, Argentina, Belgiya, Yangi Kaledoniya, Portugaliya, Qatar, Italiya, Tunis, Fiji 4-noyabr kuni bo'lib o'tadigan birinchi tur o'yinlari Braziliya, Gonduras, Kod-d'Ivoire, Shvetsariya, Meksika, Janubiy Koreya, Gaiti, Misr, Germaniya, Kolumbiya, Angliya, Venezuela, Indoneziya, Zambiya, Shimoliy Koreya, El Salvador 5-noyabr kuni bo'lib o'tadigan birinchi tur o'yinlari Panama, Irlandiya, Tojikiston, Chexiya, Paragvay, O'zbekiston, Avstriya, Saudiya Arabistoni, Mali, Yangi Zelandiya, AQSh, Burkina Faso, Kanada, Uganda, Fransiya, Chili. Islombek Ismoilov boshchiligidagi O'zbekiston U17 terma jamoasiga ushbu musobaqada omad va g'alaba tilab qolamiz.